Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xolitech. Yangi YouTube'ni boshlayotganlar uchun juda ham foydali video. Agar siz yangi YouTuber bo'lsangiz, sizni natijaga chiqmayotgan bo'lsangiz, ba'zi bir siz ko'rmayotgan joylarni faqat Xolitech sizga ko'rsatib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mani yo'qotib qo'ymaysiz. Bizda YouTube'dan pul topish haqida videolar va albatta mani qo'llab-quvvatlash uchun bitta kommentariy yozib qoldirasiz va undan keyin bemalol videoni ko'rsangiz bo'ladi. Bugun video chiqarishimga asosiy sabab bitta kommentariya bo'ldi. Hop. Kelinglar o'sha kommentariyani o'qib beraman. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Tom Angel yo'nalishida kanal ochganman. Shunga prosmotrlar soni kundan kunga kamayib ketyapti. Har kuni 5 tadan video qo'yaman. Ko'rishlar soni 4 ta prosmotr yig'di. Shunga nima maslahat berasiz debdilar va unga bitta inson maslahat beribdi. 5 dan ko'p, 5 ko'p, 5 ta video ko'p. 3 ta maksimal rekka otmay qolar ekan. Ko'p video tashlasangiz, obunachilar ko'p bo'lsa, yaxshi emas menimcha debdilar. Endi ko'ryapsiz, mana bu odamga savoliga javob beryapti. Va u yerda boshqa javob berganlar ham bor. Umuman olganda keling, mana shu savolga hozir sizlar bilan birga javob qo'yamiz. Kuniga nechta video yuklagan kerak va nima qilsa bu narsa to'g'ri. Men hozir sizlarga bir ikkita narsalarni ko'rsataman. U narsalarni to'liq videoni oxirigacha ko'rib bo'lgandan keyin o'zingizni fikringizni kommentariyaga yozasiz. Sizning fikringiz boshqa kuzatuvchi uchun muhim. Ko'raylik kim qanaqa fikrda. Men hech qanaqa xulosa qilmayman. Shunchaki sizga mana shu YouTube'da bor bo'lib turgan narsani ko'rsatib beraman va sizning fikringiz o'zaro gaplashamiz chatda. Xo'p, kelinglar. Undan oldin men sizlarga bitta kanalni ko'rsataman. Mr. Beast degan odam bor. U dunyo bo'yicha eng ko'p obunachiga ega bo'lgan YouTuber va uni kanalida 491 million obunachi bor. Ya'ni yarim milliardga yaqin obunachi yig'gan odamni sizlarga maslahatini o'qib beraman. Asosiy g'oya shundaki, u kamida 100 ta video qilishni tavsiya qiladi. Ya'ni yangi boshlayotganlarga va har safar biror narsani yaxshilab borishni maslahat beradi. Buning mohiyati boshlang'ich bosqichda mukammallikni kutib o'tirmasdan, balki ishni boshlash. Mr. Beast'ning eng mashhur gaplaridan biri dastlabki 100 ta videogacha yomon bo'ladi. Ya'ni natija, boshqa narsalar, videolar sifati yomon bo'ladi. U ko'pchilik o'zining birinchi videosiga o'ylab tayyorgarlik ko'rib, tahlil falajiga tushib qolishadi, ogohlantiradi. Uning mantig'i shundaki, birinchi videongiz ko'p ko'rishlar olmaydi, lekin asta-sekin yaxshilanib boradi va ehtimol 101 videongizdan boshlab natija ko'rishni boshlaydi. Men mana shu gaplarni o'quvchilarga tushuntirishga harakat qilaman. Siz YouTube'ni endi boshladingiz. Siz bugun boshladingiz yo o'tgan hafta, o'tgan yil boshladingiz. Siz hali professional darajada emassiz. Sizda hamma narsa birinchi kundan kuniga 5 ta qo'yasizmi, 10 ta qo'yasizmi, 2 ta qo'yasizmi, 3 ta qo'yasizmi, prosmotr olib ketish ehtimoli bu nerealniy. Siz Mr. Beast emassiz. Bu narsani tushunishingiz kerak. Sizni qo'ygan videolaringiz millionlab ko'rilishi uchun, siz hali u darajaga yetish uchun sizga yillar kerak. Endi to'xtab turing. Endi men qanday maslahat beraman? Men doim aytaman. Siz birinchi 100 ta videongizgacha hech qanaqa prosmotrlarni o'ylamang, e'tibor bermang. Kerak emas o'sha prosmotrlar 100 ta videogacha. Siz videolar sifatini va doimiylikni ushlashga harakat qiling. Bo'ldi. Men barcha kursda o'qiyotganlardan va barcha o'qishda o'qiyotganlardan va umuman YouTube'ni boshlatgan o'sha narsani talab qilaman. Va o'zimning kurslarimda ham mana shu narsa aytaman. Davay deyman. 100 ta videogacha kuniga 2 tadan yukla. To'xtama. O'sha paytda prosmotr olmay qolganda to'xtab qolishadi va natija 0 ga teng bo'ladi. Va kelinglar, endi hozir miyani boshqa tarafini buzib ketamiz. Xo'p, men sizlarga ko'rsataman. Night Gaming kanali. Kanalda 1 millionga yaqin obunachi bor, 9,5 mingta video qo'ygan. 9,5 mingta. Tushunyapsizlarmi? Bu qancha? To'g'ri, sizlar aytishingiz mumkin. U 2012-yilda ochilgan. Lekin, men bunga nima deysizlar? 78 mingta video, 60 ming obunachi. Kanal 2021-yil 6-avgustdan buyon ishlayapti. Hop. Bu kanal asosan mana bunaqa telefonda o'yin o'ynab, ekran zaps qilib qo'yadi. 78 ming. Men ChatGPTdan buni so'radim. 2021-yil 6-avgustdan bugun 26-may 2026-yilgacha 78 ming 43 ta video yuklagan bo'lsa, kuniga nechtadan tushadi? U menga aytayapti 44 ta 45 tadan. Kuniga 44 ta 45 tadan video qo'yapti va videoning sifatini ko'radigan bo'lsangiz, hech qanaqa sifat yo'q. Prosta yuklaydi. U video soniga ishlayapti. Prosmotrga ahamiyat berayotgani yo'q.
Oxirgi videolarni ko'radigan bo'lsangiz, 8 ta, 14 ta, 8 ta hech qanaqa yaxshilashga harakat qilmaydi. Endi buni nimaga qilayotganini ham aytaman hozir sal turib. Keyingi kanal 15 mingta video yuklagan, 331 mingta obunachi Tyler Swift kanali. 15 ming video, tushunyapsizmi? Kanal qachon ochilgan? 2015-yil. 15 mingta. Eng birinchi qo'ygan videosini 11 yil oldin qo'ygan ekan. Mana. Keyin Tyler Swift qo'yishni boshlagan. Mana shu Tyler Swift kanal 11 yillik kanal. Mana Tyler Swift qo'yib kelgan. Mana. Keyin mana bunaqa montajga o'tgan. Mana 6 yil Tyler Swift yo'nalishi 6-7 yillikdan buyon yurib yotgan kanal. Endi undan keyingi kanal 9700 ta video bilan 10 million obunachiga erishgan kanal. Endi siz savol berishingiz mumkin. Men YouTube'da ko'raman. Shunaqa videolar bor, shunaqa kanallar bor. Juda ham kam prosmotr bilan, kam obunachi bilan, misol uchun 50 ta obunachi bilan juda ko'p obunachi yig'ib tashlaydi. Misol mana 67 ta video bilan 1 millionga yaqin obunachi yig'gan-ku kanal. Prosmotrlari dahshat. Nimaga menda unaqa emas? Endi mana shu joyda miyani tormoz qilib ochaveradigan joyini gaplashamiz. Endi bu inson ochib qarasanglar 2023-yildan buyon YouTube kanali yurityapti va eng asosiysi bu YouTube'da yangi odam emas. Bu juda ham professional odamning kanali. Endi men sizlarga tangani orqa tomonini ko'rsataman. Mana bu insonni 10 million obunachisi bor kanali bor. Qayerdan bildingiz desanglar, Mo'ga kirsam mana kanallarini qo'yib qo'yibdi. Bu mana shu kanaldan bittasi. Endi bu inson nima qiladi? Mana bu 10 million obunachisi bor bo'lgan kanaliga hozir u yangi kanal ochib, o'zini videosini reklama qilsa, soобщество qilsa, uni kanali bir kun ichida million prosmotr oladi va obunachi ham shunga yarasha ko'payadi. Endi tushunyapsizmi, nimaga kam video bilan zo'r natija qilsa bo'ladi? Men misol uchun men qilaman 20 ta video, 10 ta video bilan monet yoqaman. Nimaga bunaqa? Sababi men kichkina kanallarni katta kanalda reklama qilaman. Va siz endi boshlayapsiz. Sizda katta kanal hali yo'q. Siz uni o'zingiz yaratishingiz kerak. Shu yerda savol bo'ladi. Menda katta kanal bo'lmasa, men qila olmas ekanman. Yo'q. Biz ham boshlanishiga uzoq davr 3 oy, 4 oy mehnat qilib, videolarni yuklab katta kanal qilganmiz. Hech kim bizga reklama qilib bermagan. Mana shu joyda zo'r savol bo'ladi. Nima uchun Amerikan YouTube'da o'rganish uchun imенно ustoz kerak? Sababi siz ustoz sizni o'zini katta kanalda reklama qilib ko'tarib yuborishi mumkin. Qachon siz uni hurmatini joyiga qo'ysiz? Gap qayerda ketyapti? Amerika YouTube kanalida tezroq ko'tarilishi yo'li networking, tanish, bilish. Networking bo'lganda ham oldindan YouTube turgan odamlar bilan ko'proq tanish bo'lish kerak. Ustoz bilan talashish, men aytaman-da ko'pchilikka, o'qishda o'qiyotganlarga, mana 3 oy senga kurs, 3 oy har kun video qo'y. Ustoz prosmotr olmayapti, shashtim so'nda, xohishim yo'q. Mana bu miyasini bir tubiga kelmaydiki, men har kun video qo'yib tursam, ustozni topshirig'ini bajarsam, u meni katta kanalda reklama qilib berishi mumkin degan narsani miyasini bir chekka-chekkalarga kelmaydi ba'zilarning. Men shuning uchun aytaman, ustoz topinglar. Ustoz topsang, sen tezroq natijaga chiqasan. Boshqa variant yo'q. Ehtimollar nazariyasi bormi? Ustoz seni hurmat qilsa, sen ustozni hurmat qilsang, o'sha aytganini qilsang, 3 oy sendan prosmotr so'rayotgani yo'q, ustoz senga video yuklashni so'rayapti. Video yukladyapti. Bo'ldi, demak, miyani ishlatish kerak. Nimadir yordam qiladi. Lekin ko'pchilik o'sha 100 ta u yoqda tursin, 20 ta videodan keyin uni o'zini ham topib bo'lmaydi, video ham yuklamaydi. Sababi ular tushunmaydi mana shu sistemani. Endi kelinglar, mana bu video konechniy zastavka degan narsa bor. Qaranglar. Mana konechniy zastavkaga kirsanglar, mana ikkita video turibdi, ko'rdinglarmi? Bu boshqa kanaldagi videolarini asosiy video kanaliga qo'yib turib, konechniy zastavka qilib, bu kanallarga odam yig'adi. Tushunyapsizlarmi? Qo'shimchasiga mana bunaqa qilib qo'yadi mana. O'zining asosiy kanali va kichkina kanal, mana 169 minglik kanal, 109 minglik kanal, 712 minglik kanal, 1 milliontalik kanallarni qo'yib, mana shunaqa qilib kollaboratsiya qilib yuklaydi. Maqsad nima? Boshqa kanallarga obunachi olib o'tish, boshqa kanallarga prosmotr olib o'tish. Yoki bu kanal nima qiladi?
o'zini yangi kanallarini mana bu katta kanalda post qilib qo'yadi mana. Bossangiz yangi kanallarga o'tib ketadi. Endi men sizga tushuntirib bera olyapmanmi? Siz YouTube'da natijaga erishishingizning yagona yo'li kanal ochib har kuni video qo'yish. Har kuni video qo'ysangiz rekomendatsiyaga o'tib ketish ehtimoli juda ham yuqori va har kuni video qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha sizda prosmotrlar kelaveradi. Lekin 5 ta video bilan, 10 ta video bilan, 20 ta video bilan prosmotr kutayotgan odamlarni to'g'risi tushunmayman. Endi shu yerda savol bo'ladi. Ko'p video boya yuklabdi-ku, ko'p video qo'yadigan bo'lsa rekka otmaydi degan. Men sizlarga mana shu savolga bitta atvet ko'rsatmoqchiman. Alien Dance kanali YouTube'da turibdi. 88000 obunachisi bor va 8800 ta video qo'ygan kanal 2025-yil 5-fevralda ochilgan. Endigina 1 yil bo'lgan. Men bu kanalni ham hisoblab ko'rdim ChatGPT'da, Koreyada. 2025-yil 5-fevralda ochilgan kanal bugungi kunga kelib 475 kun o'tgan. Hisobda aytyapti, kuniga 18 ta video qo'yapti. Mana shu kanal kuniga 18 ta video qo'yapti. U prosmotrga e'tibor bermaydi. Endi nima uchun bu narsani qiladi deb hisoblaydigan bo'lsangiz, faraz qiling, boyagi ayol menimcha yozgan, kuniga 4 tadan prosmotr olyapti, videolarimni olyapti. Kelinglar, mana shu kanalda 88077 ta video kuniga 4 tadan prosmotr olsa jami qancha? $35.508 bo'lar ekan. 35.508. 1000 prosmotrga Alien kanalda $3, $2 bersa, mana $2 bersa kuniga qancha bo'ladi va oyiga qancha bo'ladi? Kuniga $71, oyiga $2130. Mana shu kanal kuniga 4 tadan prosmotr oladigan bo'lsa, bitta videosi qancha pul topyapti? $2130 ta. Bir oyda $2000 ko'p pul topyapti. Endi men sizga tushuntirib berishga harakat qilaman, hurmatli do'stlar. Sizni videolaringiz bu, sizni YouTube kanalingiz bu yer. 10 gektar, 20 gektar yer. Unga ekilgan har bitta daraxt bu videolar. Siz o'sha bog'ingizni qancha katta qilsangiz, u katta bo'lgan sari u meva chiqaradi, olma beradi, meva ko'chat va o'sha olmalarning mevalari pul deb hisoblaydigan bo'lsak, bog'da qancha daraxt ko'p bo'lsa, shuncha ko'p pul topasiz degan. Bu logika. Logika deyiladi bu narsa. Endi sizga aytayapman. Nimaga mana shunaqa uzoqni ko'rmaysizlar? Nimaga faqat sizlarda 20 kun ishlashinglar kerak, o'xshamasa bo'ldi, hammasi yolg'on. Unaqa emas. Bu yerda logika, ustozning hurmati va kelajakka bo'lgan ishonch bilan videolarni stabil qo'yish juda ham muhim. Men aytmoqchi emasman kuniga 20 ta qo'y, 30 ta qo'y deb. Lekin bor mana shunaqa kanallar degan qo'rdim. Umumiy xulosani sizlar o'zingizlarga qoldiraman. Baribir oxiriga xulosamni aytmayman. Xo'p, gap bu yerda nima haqida gap ketyapti? O'zingizlarning tushunchalaringizni, o'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Bu hamma uchun muhim. O'qiymiz, bir-birini kommentariyasiga javob beramiz va mana shu yerda muhokama qilamiz. Hammaga rahmat. Ha, aytgancha, agar sizlar YouTube'dan daromad topish davomida aynan bizani Holitech kompaniyasining yordami kerak bo'lsa, bizani ustozligimiz kerak bo'lsa, ko'mak kerak bo'lsa, bemalol Holitech Telegramga kirasiz, Holitech bot deb yozasiz. Holitech bot kirganingizdan keyin bemalol yozadigan bo'lsangiz, bizda maxsus kurslar bor, mana screenshot qiling yoki Telegramdan yozing. Maxsus kurslar bor, boshlang'ich 40% to'lov qilasiz. Natijaga chiqqaningizdan keyin, bankdan pul yechgandan keyin qolgan 60% to'laverasiz kurs pulini. Agar natijaga chiqa olmasangiz, 60% cho'ntagingizga qoladi, 40% o'qigan bo'lasiz. Kurslarimiz 2 oylik, 3 oylik VIP va premiumga bo'linadi. Qanaqadir aniq kurs haqida savollar, narxlar qiziq bo'lsa, menga yozing. Siz bilan o'zim bog'lanaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Fikrlarni kommentariyada qoldiring.